Hurmatli obunachilar, xonajin ishqibozlari bormi? Mana hozir qarang. Yosh narsalar aka, sifat, bo'zay. Yosh mol olaman, xudo xolasa uzoq yillab sigirni yetalab sut qaytib. Jonivor, umlaman qo'ymadi-ku, ha. Yana uyda sog'ish olaveradi. Klientlar, xudo xolasa. Mijozlar. Ko'ring. Ana, aka. Qo'y. Hurmatli obunachilar, bolasi Novvos bo'lganda ham enasini haqiqiy bekorga qo'ygizaman deb turibdi mana Novvos. Obunachilar, qarang. Yosh maloqtar aka obunachilarimiz bormi? Birinchi qoringa bo'lsin. Maza qilib uzoq yillab sigir masalasida bozorga ham, YouTube'ga ham ishim bo'lmay maza sog'ib ichadigan obunachilarga. Birinchi qoringa 2 dona xonajinimiz bor. Bir dona rasa sigir bo'lib ochilib bo'zaydi qarang, yotishini. Katta sigirlar ham bunaqa katta bola bermayapti obunachilar. Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. 2026-yil hafta kuniga payshanba 7-may. Xudo xolasa bugungi narxlar vobshe boshqacha bo'ladi. Molni qarang, olani orqa korpusni qarang, butunligini. Videodan uzoqlashmay o'tkazgan vaqtingizga achimay davom etaveramiz. Azzatulloh. Achilishmaydi, maza qilishadi. Assalomu alaykum. Obunachilarga alaykum assalom. Yaxshi oldingizmi? Akalar yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa mana 3 bosh chiroqliqlardan tayyorlab qo'ydik aka. Gap yo'q. Yosh narsalar. Mana birinchi tumsa kelajagi bor narsalar aka. Sifatni qarang, sutni berib turgan mollar, bolalari xunajin. Bolasi Novvosdan olib kelib qo'yganmiz mana aka. Mana shu ikkosini bir joyga juda yo'lida beramiz-a? Juplab beramiz, xudo bitta joyga oladigan. Xudo xolasa. O'zlarini qarang. O'zi ham bir-biriga tushar ekan, rasa. Formalari ham. Yosh mol. Hurmatli obunachilar, ko'p vaqtingizni o'g'irlaymiz, ko'chaga olib chiqib ma'lumotini beraveramiz. Sigirlarni olib kelib qo'qlab sog'diramiz. Mana Novvosmi? Novvos hozir aka. Yomon katta Novvosni ham qarang, mana uni janavorda aka. Ancha katta mol, mashina aytaman-da. Juda katta va shu haqiqiy yorib qo'ygan bolani. Bu bola haqiqatda yirtib tashladi. Kallani qarang-a bunday. Enami bekorga qo'yzaman degani. Haqiqiysi. Toza krasniy piyostra yo cho'rniy piyostralar mashinchalik toza shunaqa katta tug'mayapti. Lekin o'zimizni ena hashaki o'zimizni jaydari molu bolaga nisbat bersiz, bolani o'ta ham oliy go'zal berib qo'yibdi. Olib chiqaring Zatullo, ko'chada ma'lumotni beraveramiz. Hurmatli obunachilar, bolasi Novvos bo'lganda ham enasini haqiqiy bekorga qo'ygizaman deb turibdi mana Novvos. Obunachilar, qarang. Yerga yaqin moli sutni beradi, xudo xolasa. Hosilda qarang bunday. Bolam molda eti oshi bo'lib shu joyda ekan. Zatullo bolani haqiqatda yirtib tashlabdi. Qarang. Joning sog' bo'lganda. Bolani o'ziga aka, mahallamda aytdi, aka so'radi. Pul bolalar bu yer. 13 million pul berdi aka, bolasini sotdi, bermadik. Ammo bo'zay haqiqatda zo'r. Ena ham polvon yerga yaqin mol ekan, Zatullo. Haqiqiy yerga polvon yo'nalishdagi mol aka. Gap yo'q. Yeb ichsiz zo'r, Zatullo. Ha. Yemoq ichmoqga hamma yo'q, sog'lig'ida muammosi yo'q, xudo xolasa. Ana bolasi, hurmatli obunachilar. Voy joning sog' bo'lsin. Bo'zay ich ketdi, emas, sog'lomida. Zatullo nechta suti bor onasini? Xudo xolasa 15 litrga beraveramiz. 15 ta sutga. 15 ta suti bor. Kami bilan ana 13 taga olsa aka. Bo'ylari qanaqa? Bo'ylari 120. Sekin, Alisher aka. 120 ga olasiz. To'xtating. 120 atrofida, hurmatli obunachilar. 15 ta sutga yemoq ichmoq sog'lig'idan muammosi yo'q. Xolis bahoni beraverasizlar. Mol oma sifati normalli. Yapti ochiq, qarang. O'rtacha-da. Semizgina, eti oshi joyida. Eti zo'r. Zo'r, oq yelang oq tutam. O'zi ich ketdi, bas kasal bas, boshqa bas. Zatullo nechta pul qo'yamiz? Qiladi xudo xolasa. Tek qo'ying, o'ynab yuraversin, nechta pul qo'yamiz Zatullo? 13 litr sutga aka, ikkisini yog'iga, bo'ylari 120 ga aka, 6 kilo etishlari. Xo'p, yaqin qil. Narxiga aka 35 millionga kamini qilib beraman, ozgina. Hoji aka, yana 20 million tepasida oladi. Bolani 15 Yugurtirmayman Alisher aka, yugurtirmayman. Bolani 15 ga oladi aka. Ha, bola yoki konkret ekan. 35 million pul bo'ladi. Men kamini qilib aka, garantiyalari bilan mana tayyor sinaqda dastavkalari ichida qilib beraman. 34 ding nima bo'lsa bo'ldi. Pochiniga, Hoji aka 30 tepasida olganman. bo'laveradi. Kamini o'tib berasiz. 30 millionga aka dastavka qilib beraman. Gap yo'q. Ozgina xayri ham bor. Gap yo'q. Ostini qarang, hurmatli obunachilar. Umuman molni yelini gap so'z yo'q. Bola bilan molni hosili chempion ekan. Chiroyli mol. Chiroyli mol. Haqiqiy
Yerga yaqin usti yo'nalishidagi mol aka. Bakib qarang. 34 million 500 ming kam bor savdosini qilib olasizlar. Olib kiring aka. Hurmatli obunachilar, xonajin ishqibozlari bormi? Mana, hozir hozir qarang. Yosh narsalar aka, sifat, bo'zay. Yosh mol olaman, xudo xolasa uzoq yillab sigirni yetalab sut qaymog'ini ichaman degan obunachilarimiz. Joning sog' bo'linglar. Molni bitta ko'rib xolis bahoni beraverasizlar. Qo'g'irchoq mollar, servant mollar. Bolalari xonajin. Ikkosi ham. Xonajinlar ham qarang, ich ketdimas, boshqa. Voy joning sog' bo'lsin. Onalari ham xonajin. Yosh narsalar, xudo xolasa o'sib, katta bo'ladi, yetalashadi aka. Ikkosi ham birga, Zatullo. Birga aka, birinchi qorin 4 kuray tishlar, ikkovniki ham. Shvedniki qorasi bu qora olaniki aka. Mana haqiqatda bir joyga ber sotsak bo'laverar ekan ikkosi. Bo'ylari 1.20 dan yerga yaqin kichkina xonajinlar aka. Gap yo'q. Shularni nechtaga beramiz? Bitta ma'lumotlarni beraylik aka. Xotiratib qo'yapti. Sekin yo'g'irtirib. Ke janob. Shved birinchi bolasi aka, 4 kuray. Xo'p. 10 litr sutga garantiyasi bilan. Gap yo'q. Ikkisini yog'iga, sut yog'liq. Bola mana aka. Narxini bitta qo'yamizmi? Narxiga aytaveramiz. Ayting bo'lmasa. Chiroyli nechta 30 millionga aka. Kami bor. Yo'q-a? Kami bor, ha. Bo'g'ozlarni ham chiqarib ochishdi boshqa kanallarda. 7 oylik, 8 oyligini ham 32 kami bor edi. Kami bor, to'g'ri. Bu tayyor sut berib turgan variantda. Sifat olma yo'qlarini qarang aka. Chiroyli mol, kelishgan mol. Gap yo'q, bolasi xonajin 30 million kam bor. Mana aka, uni qarang. Janavorlar. Ma. Shu. Nariginisini. Xo'p, qora olasiz, hurmatli obunachilar. Buni ham bolasi xonajin. Bo'yvasi bir-biriga tushadi. Sutlari qanaqa tushadi? Bir xilmi ikkalasi? Suti aka, buniki 10 ta 11 ta, bir xil. 10 litrga aka. Bir xil, ha? Ha, 1 litr bag'i. Ashaqa. Yemoqchi mol zo'r mollar. Yemoqchi mol zo'r. 10 litr sutga ikkisini yog'iga aka. Bola xonajin mana. Yosh mol olaman degan obunachilar bo'lsa, yo'nki sigir oqtar ekanlar bo'lsa, Telegram WhatsAppdan jo'natib qo'yaverasizlar. Qarang, chiroyli mollar. Nech puli buni? Puliga aka 31 million deylik. Jupiga? Jupiga 60 ga ketdi. Qatgacha? Dastavkalar ichida qatgacha qilib berasiz? Mikrofonni ham tushirib olaveramiz. Bo'laveradi, qo'lingizni yumshab turaverasiz. Nech pulga berasiz jupini bir joyga? Aka jupini olganga 60 millionga dastavka qilib beraman. Qatgacha qilib berasiz? O'zbekiston bo'ylab. Jonim sog'. Vodiyga o'tib beraman aka. Kamag'achi. Ha, 100 so'm, 200 so'mni o'tib beraman, demayman aka. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Mana ketlari kengroq. Sog'inlarni ko'ramiz, sigirlar. Olib kiring aka. Hurmatli obunachilar, sigirlarni yedirish boshlandi. Xudo xolasa to'liq ma'lumotini berdik. Yana kam ko'sini Zatullo bilan bemalol bog'lanib aloqaga chiqarasizlar. Sog'ib, chiroyli qilib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, boshlandi. Xudo xolasa Shved bilan bu bolasi kuchli novoz. Tagiga qo'yib, paqirda bemalol mana. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, shu vaqtlarini o'g'illarimiz o'rtada turamiz, sog'ib olgandan keyin ular ko'rsatamiz. Keyin olani ham sog'ib ko'rsatamiz. Mana aka, shu o'g'larini qarang, joning sog'ib yurdi aka. Yo'q, mana. Jonivor, umrlar ham qo'ymadi, ha? Ikkosi ham sog'liq. Yosh. Gap yo'q. Mana bu sog'liq bo'ldi, mana bu. Xonajinda suti. Gap yo'q. Satib olib keling endi, ko'raylik. Hozir aka, shu nari yelilari turibdi molda. Sog'sam 2 paqir sut beradi. Qolganini uyda sog'ish olaveradi. Klientlar, xudo xolasa. Mana sut ko'ring. Ana aka. Qo'y. Haqiqiy qo'ylashib tashadi. Mana kichkinalar 9 tadan. Ha, 9 litrli paqirdan. Bu 18 talik. Qanaqasi turibdimi? O'chib ketganmi? O'chib ketibdi. Paqirimiz ham eskirib qoldi. 9 talik. Xo'p, olani ham yedirib sog'inib. Olani ham sog'ib beradi. Olani ham yedirilish boshlandi. Xudo xolasa uni ham yedirib sog'inlarni ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, oxirgi sigirimiz olaxonni sog'inib. Shu mana qarang, hozir ham qarang. Yumshoqgina tutami? Voy, yumshoq, salga tushadi. Gap yo'q. Xudo xolasa buni ham sog'ib bo'lsa, ular ko'rsatamiz. Shu vaqtlarini olmaymiz, like bosib turinglar. Bir dona like bosib qo'yinglar. 3-chi sigir ham sog'ilib bo'ldi. Xudo xolasa aka, mana boricha. Ertaman sutlar aka. Bu ham bir paqir beradi. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar, chorva sevar insonlar. Xudo xolasa qaysi biri yoqqan bo'lsa telefon qilavering.
Bu aytilgan narx muhim emas birinchi o'rinda. Ham muhim emas aka, bitta ishlar, xolos telefon qilishsa. Gap yo'q. Hamma chorvasiga baraka bersin, yaxshi mollar, yaxshi insonlar nasibsin. Turishni qarang, olib ukalar. Bir joyga ketaman deyapti. Oling ikkosini maza qilib uzoq yillar. Bular hali o'sadi bular. Nimaga yoshda? Hali kengayadi, tuqqan sari suti ham ko'payadi. Yosh kelajak avlod deydi-ku. Ko'rishuncha keyingi syomkalarda. Rahmat hammaga.